Diqqat! Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida tezkor xabar. Husanov jamoasi qarorini o'zgartirishi mumkin. Barcha fuqarolar xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Manchester City uchun mavsumning hal qiluvchi pallasi biroz ijobiy davom etmoqda. Josep Guardiola shogirdlari bir necha muhim ochkolarni qo'lga kiritib, 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Garchi Liverpool muddatdan oldin chempionlikni rasmiylashtirib, bu unvonga 4 yil egalik qilgan Manchester Citydan uni tortib olgan bo'lsa-da, shaharliklar nazariy jihatdan 2-o'ringa ko'tarilib olish imkoniyatiga ega. Buning uchun Josep Guardiola shogirdlari qolgan 3 ta uchrashuvda maksimal ochko to'plab, 3 ochko ilgarilab ketgan Arsenalning mag'lub bo'lishini kutishga majbur. Kanonirlarning odatdagidek chempionat oxirida charchab qolgani va qimmatli ochkolarni yo'qotgani City vakillarida 2-o'rinni egallash umidini uyg'otdi. Arsenal ketma-ket 5 ta uchrashuvdan 4 tasida ochko yo'qotdi. Manchester City esa bu turlarda 4 ta g'alaba va 1 ta durang qayd etdi. Manchester Cityning so'nggi o'yinlaridagi muvaffaqiyatlariga Kevin De Bruyne juda katta hissa qo'shyapti. Yaqinda belgiyalik futbolchi mavsum yakunlanishi bilan klubni tark etishini bildirgandi. Bir oydan so'ng 34 yoshga to'ladigan Claymaker ketishi kerakligini, klub u bilan yangi shartnoma tuzmaslikka qaror qilganidan keyin tushunib yetganini aytgandi. Biroq u vaziyatni o'rganib, hali yuqori saviyada o'ynay olishini isbotlagan o'yinchi klub xo'jayinlaridan qarorni o'zgartirib, unga yangi shartnoma taklif qilishini kutyapti. Kevin De Bruynening o'zi ham agar klubdan taklif bo'lsa, ketish fikridan qaytishi mumkinligini ta'kidlamoqda. U o'zini yuqori darajada o'ynashga qodir deb hisoblamoqda, deyiladi ma'lumotda.